sal damini chiqarib bo'ladimi? Nimasini tushirib? Endi baxtim to'g'rilayman nima. Endi sizlik ham ko'p nima bo'lmaydi, baribir charm oyada qilsam bo'ladi endi. Lekin 150 desangiz hozir davom etsa kerak. 150 desang yo'q. Bular 300 dedi, tushunyapsanmi? 300 dedi. Ya bizga bilan ish qiladi, bu yoqda 200 ga tushdi, shuning uchun aytyapman. Короче, nima deymi? Bitta kuchli odamni alashtirdimi? 20 ta sharik 180 ga bo'lgan bo'ladi deymi? Или ko'p ketadimi? Durust. Men hozir erta baxam keltirib turib 130-140 deyman-da, bo'lmasa. Baqa, yo'q nima dedim bular? Endi aytaman-da shunday, men bori shunday bo'lyapti, qanday qilamiz deyman-da. Shu 180-170 deyman, lekin boyagida gapda sotda o'zalik so'radi ekan, sizga problem yo'q. Это просто 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.